Do'stlar, futbol bu go'zallik va orzu, lekin biz ba'zida bunda afsuski shafqatsizliklarni ham ko'rib turamiz. Bunga bir misol chempionshipga qulashi mumkin bo'lib turgan Tottenham do'stlar. Bir paytlar grand klublarga yaxshigina bosh og'rig'i bo'la olgan Tottenham. Esingizda bo'lsa, Chempionlar Ligasida dahshatli Ajaxni yarim finalda comeback qilib chiqarib yuborgan ham o'sha Tottenham edi do'stlar. Bunaqa olib qaraganda Tottenhamda hali matematik jihatdan hisoblasak imkon bor APLda qolishga, lekin Championshipga hozirgi holatiga o'tib qaraydigan bo'lsak, bir paytlari APL pikida paytida ham chempionlikni his qilib ko'rgan Leicester City afsuski 3-divizionga tushib ketishiga yaqin turibdi do'stlar. Ha do'stlar, futbolda ba'zida shunaqa holatlar ham bo'lib turadi, nima ham dedik. Kuzatamiz do'stlar.